So oftentimes, as teachers, again, this is sort of what we talked about, student-centered and student-facing. İkinci öğretmen kim bu sefer size unvanını izlediler. Asosiy şu, birinci yılışımızda biz okuyucularını Recep Bey tanıştırıp, hammasını plus minuslarını tushuntirganimizdan keyin birinchi darsimizda Ustozlar bugun ishonchga kelib, nimani o'rganishgani bilan qiziqamiz. Men Google Classroom, Google Doc'da ishlashni o'rgandim. Men Google Sites ilovasi orqali taqdimot qilish, veb-sayt yaratish va portfolio yaratishni o'rgandim. Demak, men bugun ishonchda kelib, sun'iy intellekt loyihasi bo'yicha Gmail orqali kirib, ma'lumotlarni topishni, Classroomda foydalanishni, filtrlashni, Meet, Canva, Seed slaydlarda ishlashni o'rgandim. Men Google Classroom yordamida turli xil turdagi testlarni yaratishni va ularni yuborishni o'rgandim. Bu loyiha juda ham qiziqarli, maroqli tashkil etilgan. Avvalambor buni tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Bu yerga kelib juda ko'p narsani o'rgandik.
ayniqsa menga yoqqani klassroomda o'zimiz sinfxonasi ochib, o'quvchilarni biriktirib va ularga topshiriqlar berishimiz, topshiriqlarning javoblarini tezda yo'llashlari va ularni o'sha vaqtning o'zida baholashimiz juda ma'qul keldi. Classroomdagi Google Meet dasturi bizga do'stlar bilan uchrashuvlar tashkil etish, yig'ilishlar va majlislar tashkil etishda juda asq qotadi. Bundan tashqari kalendar tizimida ham biz o'sha bajarayotgan mashg'ulotimizni sanasini, qachon boshlash vaqtini belgilab qo'ysak, bizga buni eslatib turadi. Bizga bu juda foydali ekanligini bilib oldik.